İbret ve terbiye yüzünden peygamber ve periştiler hakkında hikaye tokuş ve anlaş. Sual. Assalamu alaikum. Hazır diyarimizga tor arqalıq Özbekistanның ünsün təbliğ, nəsihətləri, Türkiye'nin barlar üçün tüzülgən İslami kitapları köplep kirvatıdı. Bu bir yaxşı yüzleniş. Lekin Özbeklərning təbliğ xarakterini alğan ünsün materiallarda palani peygamber mundaq qılğan, mundaq degandek vaqaliklarni sözlep ötüdiken. Köpüncüsünün asası yokken. Ularni dini ve tarihi materiallardan izdepmi tapalmadım. Türkler balalarga İslam iddisi ügütüş üçün periştilerini xuddi geriklerinin efsane rivayetlerinde tasvirlep etediken. Kişilerge ibret buluş ve İslam'ı düşündürüş yüzüden yalgan vakaliklerini toqsu bulamdı. Onu anlasa ve körüsçü. Cevap. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlıq hamdü sanalar Cenab-ı Allah'a bolsun. Durud ve selamlar Peygamberimizge, o zatning aile tabiatlarga, ashablarga ve o zatga taki kıyametkiçe ergeşkenlerge bolsun. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahih hadisleri ahkam eliş, amel qilish, itiqad ve başka faziletlik amellerini qilishda, taqvadarlık ve ahlakını yetildirishda yeterlikdir. Bu haqda başka bir to'qilma rivayetler, yalgan qissalarga ihtiyaç yoktur. Odatda vaz tabliğ, tashviqat, cuma xutbalari va yana ba'zi tayini yo'q kitoblardanmi yalgan, zaif hadislar, qissalar uchrab turadi. Bularni bir qancha turga bo'lish mumkin. Birinchi, yalgan to'qilma hadislar. Buni asosan barliq olimlarning ittifoqi bilan rivoyat qilish, naql qilish, so'zlash, amal qilish harom bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: Kimiki manga yalg'onni chaplasa, o'ziga do'zaxdan o'rin tayyorlasin. Imom Navaviy aytadi: Yalg'on hadisni rivoyat qilish uning yalg'onligini bilgan yoki yalg'onligini ko'ngli his qilgan kishiga harom bo'ladi. Shunga kimiki bir hadisning yalg'onligini bilsa yoki ko'ngli yalg'onligini his qilsa, uni rivoyat qilgan vaqtida uning yalg'onligini bayon qilib qo'ymasa, mushu tahdid doirasi ichiga kiradi. Allama Muhammad Abdulhay Luknaviy aytadi: Bilginki, fiqh olimlari va muhaddislarning hammasi kitoblarida yalg'on hadisni rivoyat qilish, zikr qilish, naql qilish mazmuniga amal qilish harom bo'ladi. Faqatla uni yalg'on deb ogohlantirib rivoyat qilishga bo'ladi. Ahkamlarda bo'lsin, qissalarda bo'lsin yoki vaz-nasihat va tabliğ qatorliqlarda bo'lsin, uningga qarata sal qarash, mayli da'vatish harom bo'ladi. Uni zikr qilish va naql qilishda boshqalarni do'rash harom bo'ladi. Faqatla yalg'onligini bayon qilib, andan naql qilsa mayli. Ammo zaif hadislar buningga o'xshamaydi. Zaif hadislar ahkamlarda bo'lmasa, mayli deyilib, bir qancha shart topilsa qabul qilinadi deb aniq bayon qilgan. Imom Navaviy yana aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yalg'onni to'qish masalasida ahkamlardagi yalg'onchilik bilan hukm bo'lmagan vaz-nasihat va tabliğ qatorliq masalalarda yalg'onchilik qilish o'xshash. Bularning hammasi barliq olimlarning birdek ittifoqi bilan haromdir. Cho'ng gunohlarning eng cho'nglaridan, qabih ishlarning eng qabihlaridandir. Bunday qilishning intayin og'ir gunoh bo'lishining sababi bu odatdagi bir insonga yalg'onni to'qib bo'hton qilganlik bo'lmasdan, balki Allohga va Allohning rasuliga yalg'onni to'qiganlikdir. Ikkinchi, zaif hadislar. Zaif hadislarni rivoyat qilish tuvandagi bir qancha shart bilan joiz. Birinchi, aqida yoki halol harom deb hukm chiqarish doirasida bo'lmaslik. Ikkinchi, uning mazmunini ko'rsatadigan boshqa biror oyat yoki hadis shahid bo'lishi yoki biror cho'ng asosining doirasiga kirishi. Uchinchi, uni sahih deb ishonmaslik. To'rtinchi, zaifligi bak og'ir bo'lmaslik. Agar raviylar ichida yolg'onchilik bilan qarlanib qolganlar yoki og'ir xatolik bilan rivoyat qilganlar bo'lsa, bu doiradan chiqib ketadi. Bundoq bo'lishda zaif deganlik keskin yolg'on deganligini bildirmaydi, balki amaliyotda rost bo'lish ehtimolimi bor. Shunga zaif hadisning mazmunini quvvatlaydigan boshqa biror dalil bo'lib qolsa, tabliğ va vaz-nasihatlarda zaiflikni bayon qilgach rivoyat qilsa bo'ladi. Albatta, bu vaqtda olimlar o'rtasida ba'zi ko'z qarash o'xshashmasligi bor. Ba'zilar zaiflikni bayon qilmay rivoyat qilaversa bo'ladi deb qaraydi. Yana ba'zilar aqida va ahkamda bo'lmasa, zaiflikni bayon qilib rivoyat qilsa bo'ladi deb qaraydi. Uchinchi, Isroiliyat. Isroiliyat deganimiz bizning Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelmagan,
ahli kitob bo'lgan yahudiylar, nasoralar tarafidan kelgan ma'lumotlar, rivoyatlar, qissalardan iborat. Burun yahudiylar, nasoralardan ba'zilar musulmon bo'lgan chaqda, musulmonlar ulardan ba'zi qissalarni, xabarlarni anglab rivoyat qilgan ahvollar bo'lgan. Masalan, Ka'bul Ahbar rivoyatlari, Vahbi ibn Munabbih rivoyatlari qatorliqlar shularning jumlasidandir. Yana ba'zi musulmonlarda Yahudi va nasoralarning kitoblaridan ko'chirib olgan ma'lumotlar bor edi. Bu turli rivoyatlar Isroiliyat doirasiga kiradi. Tafsir kitoblarida bunday rivoyatlar ko'p uchraydi. Bunday Isroiliyatning hukmiga kelsak, buni 3 turiga ayiramiz. Birinchi turi. Bizning shariatimizda oyat yoki hadislar orqali uning rostligi isbotlangan rivoyatlar. Buni rivoyat qilsa bo'ladi, chatoq yo'q. Ikkinchi turi. Bizning shariatimizda oyat yoki hadislar orqali uning yolg'onligi isbotlangan rivoyatlar. Buni rivoyat qilish harom. Uchinchi turi. Bizning shariatimizda oyat yoki hadislar orqali uning rostligi yoki yolg'onligi isbotlanmagan rivoyatlar. Buni rivoyat qilishga ruxsat qilingan, lekin uni rostmi demaslik, yolg'onmi demaslik lozim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Ahli kitob bo'lgan yahudiylar Tavratni ibroniycha o'qib, musulmonlarga arabcha tarjima qilib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: Ahli kitobning so'zlarini rostmi demanglar, yolg'onmi demanglar. Aytinglarki, Allohga, bizga nazil qilingan vahiyga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nazil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, Isoga berilganga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Yana biz uningga bo'ysunuvchilarmiz. Baqara surasi 136-oyat. Yana bir hadisda Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan bir oyat bo'lsin yetkazinglar. Bani Isroil voqealiklarini siqilmay so'zlayveringlar. Kimiki qasdan menga yolg'onni to'qiydi ekan, o'ziga do'zaxdan o'rin rastlab olsin degan. Rivoyat qilish ruxsat qilingan bu voqealiklar rost yoki yolg'onligi isbotlanmagan voqealiklardir. Buni ba'zi olimlar kitoblarida dalil sifatida emas, biror dalilga qo'shimcha qilib yondashtirib keladi. Isroiliyat rivoyatlarining ko'p qismi odatda uni bilsa alohida foydasi yo'q, bilmasa favqulodda ziyni yo'q ma'lumotlardan iborat. Masalan, Ashabul Kahfning itining rangi qandoq edi degandek. Buning nimaga foydasi bor? Endi olimlarimiz burundan tartib yuqorqi nuqtalarni ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu, bu vaqtda sal qarab beparvolik qilib qolgan ba'zi bir olimlar yozgan tafsir, qissalar va fazilatlik amallar doirasidagi kitoblarda yolg'on voqealiklar, isroiliyatlar va yolg'on hadislarga uchrab qoladi. Ba'zi bir kitoblar yolg'on rivoyatlarga liq to'lgan. Rabg'ozining Qisasul Anbiya nomli asari buning misoli. Ba'zida ishonchli deb qaralgan diniy kitoblardami ancha-muncha yolg'on hadis, yolg'on qissalar uchrab turdi. Bu ba'zi olimlarning ashu hadislarni inchiki tekshirmaganligi, bu vaqtdagi sezgirligi tuvan bo'lganligi, raviylarga ashu ma'lumotlar bayon qilingan asli manbalariga qarata ortiqcha ishonib ketganligidan bo'lgan. Vaz tablig'larda yolg'on hadis, yolg'on qissalar ko'p uchraydi. Buning sababini ikkiga yig'inchoqlash mumkin. Biri, vaz tablig'chilar odatda haqiqiy ahli ilm bo'lmay, zuvandaraz, so'zman, maddah kishilar bo'ladi. Bular odatda rost yolg'on hadislarni tekshirib ayirmayla so'zlayveradi. Ularning butun diqqatini jamoatni ta'sirlantirish bo'ladi, xolos. Uning ustiga biz Uyg'urlar so'zman, tablig'chi bo'lsa-da olim deb hisoblayveramiz. Yana biri, vaz tabligh anglaydigan jamoatning o'zi. Turli ziyonli tashviqotning ta'sirida Qur'on oyatlari va sahih hadislar bilan ta'sirlanmaydigan, uningdagi tahdidlar ularni qo'rqitolmaydigan, uningdagi sabablar ularni qiziqtirolmaydigan holatda bo'lg'achqa, faqatla ba'zi bir yolg'on hadis, yolg'on qissa voqealiklarla ularga ta'sir qiladigan bo'lib qolgan. Buning uchun bu turdagi yolg'on hadis va yolg'on voqealiklarni o'z ichiga olgan kitob va vaz tablig'larning yolg'on hadis va qissalarni bayon qilishi bir qadar ig'ir bo'lganlardan hazar aylash, saqlanish, boshqalarni ogohlantirish lozim. Ammo bu ahvol ancha-muncha uchrab qolganlardan aqida yoki halol harom bekitishda foydalanmay, targ'ibotda muvofiq foydalansak bo'ladi. Diyorimizda diniy materiallar qis bo'lg'achqa, ozg'ina qusur bor materiallarni tashlab qo'ysak, uningdan mukammalroqini tepib bo'lolmay qolamiz. Alayliq Turkiyaning bolalar, o'smirlar o'qishligi kitoblarida o'smirlarning tushunishi qulay bo'lishi uchun
ba'zi bir abstrakt hukmlarni ularning yosh qurami anqirish iqtidoriga qarab oddiylashtirib, misol ilib adabiy tasvirlab berishi mumkin. Shunga buni butunlay xato da'vat qilib bo'lmaydi. Farzandlarimizni tarbiyalashda boshqa mukammal material bo'lmagan ahvolda undan foydalansak bo'ladi. Mayli vaztabliq, mayli kitob materiallarda bo'lsin, aqidasi saqlam, yolg'on to'qilma hadislarni rivoyat qilmaydigan ishonchli kitoblardan, ishonchli mo'tabar olim va vaztabloqchilardan foydalanish lozim. Tarjima qilganlarmi sog'lom kitoblarni tanlashi lozim. Xulosa shuki, bizga Qur'on Karim oyatlari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislari kifoya qildi. Dinimizni o'rganish uchun hargizmi yolg'onga muhtoj bo'lib qolmaymiz. To'qilma hadislarni yolg'onligini bayon qilmasdan rivoyat qilish, naql qilish, so'zlash harom bo'ladi. Yolg'on hadis va qissalarni bayon qilishi bir qadar ig'ir bo'lgan kitob va vaztablardan hazar aylash, saqlanish va boshqalarni ogohlantirish lozim. Vallohu a'lam bis-savob. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 120 numaralı fatva.